212 حديث عن رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فقال ألج bir kishi xabar etadi. Bir vaqt bir kishi payg'ambarimizning uyina kelib sallallohu alayhi vasallam shu uyga kirga ruxsat so'ray ham ayta kirsam yoriymi deydi. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان فقل له قل السلام عليكم أدخل. Ham Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'zining xizmatchisini ayta bordi. Bu kishi yana shiq ham bu kishiga kiruv adabini o'rgat. Endi boshqa yurtga kirganda nechik etirib durust etirib ruxsat so'ragan shuni o'rgatdi. Ham ayt anga agar bir kishi kelasing ekan, bir kishi kirga so'raysan ekan, ayt assalomu alaykum birinchidan. Ondan so'ng gina ayt kirsam yoriymi deb. Ondan sonra ayt kirsam yoriymi deb. فسمعه الرجل فقال السلام عليكم أدخل فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. Ham bu kishi Payg'ambarimiz shu deb aytgan ishtiboda ayta assalomu alaykum kirsam yoriymi deydi. Ham Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bu kishiga kirishga ruxsat beradi. Biz bilan boshqa hadislarda aytdik, kiruvning adabi ulda bo'lsa, birinchi aytasing assalomu alaykum. Boshqa yurtga, boshqa kishilar kelasing ekan, birinchi aytasing assalomu alaykum. Kirsam yoriymi deb. Salom bergandan so'ng kirsam yoriymi deb. To'yib, davom etamiz.